Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamiz orqali sizlar bilan henüz ko'rishdik. Programmamizning navbatdagi bo'limida halol yeyishning ahamiyati haqida to'xtalamiz. Men qarindoshlar Obul Qosim Ahmadi, programmamizdagi aziz mehmoni ustoz Muhammad Yusuf Qarim bo'ladi. Muhammad Yusuf Qarim shu jamiyatda, shu yemek içmek, shu halol narsaga bo'lgan ehtimom nayt kam, ammo amaliyotda bu halol yeyishga ahamiyat bermagan nurg'ulg'an xatarlarning kelib chiqadiganligi hadis kitoblarda so'zlayotgan. Sizlar bu haqda bir ochiqlanmagan bo'lsa, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Halal yiyish bir Müslüman için en birinci orunda turadi. İbadetinin aldı turadi bu. Pek muhim hem de halal yiyish. Bunun da bunda bir kısı var. Sufyan-ı Savri şu dört mezhebinin imamlarına okşaş bir mezhebinin imamı hem de İmam Ebu Hanife, İmam Ahmed, İmam Şafii, Ahmed ibn Nime, İmam Malik'e okşaş aynı bir mezhebinin ki ilgisi hem de bu kişi. Hem de onun ki ergeç güçleri az kalgandıkken şuna olan münqariz bulup ketken ergeç güçleri tepilmeydi hazırki zamanda. Öz vaxtıda Ebu Hanife'ye okşaş kattı ulamalar. Sufyan-ı Savri'nin kaçka bir adam kelip soraydı da ben namazda birinci septe okuyma namazını. Birinci septenin imamının on tarafta tutsam bulamdı, sol tarafta tutsam bulamdı da soğandıkken bu Sufyan-ı Savri külüp gitti bununla. Sen aval yigen nenengni halalni yavatamsa, haramni yavatamsa sen onu tekşirip kögün. Şu dürüst bolsa, onun için sen o namazını o sol taraf duramsa, on taraf duramsa onun pek yok. Eğer o dürüst bolmaysan haram yigen bolsan, her kanca şu on tarafta imamның yanında tutsan mı, o bir faydası yok. Dep aynı değillikte. Bunun burada degenin ki asası vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste eyyuhan nas innema Emrekumullahu bima emar Resul deb ma ayetini okuydu. Ya eyyuhar rusulu kulu minat tayyibati ve amelu salihan dedi. Yani Allah Teala peygamberler degende iyi peygamberler halal yanglar ve amel yaxşı amel işlerini kılınlar. Endi Resulullah dedi bizge muşu buyurganını, peygamberge buyurganını sizlerge Allah Teala buyurwatıdı da bizge haber berwatıdı. Endi bu ayeti kögünümüzde kulu minat tayyibati ve amelu salihan. Yani halal yanglar andın amel ibadet kılınlar. Yani halal yiyish amel ibadetinin aldığı keltirildi. Şunun için Sufyan Savri'nin degen gipinin asası vardı. Yemek içmekin halaldan bolsa ibadetin kabul oldu, duayın icabet oldu. Eğer yemek içmekin haramdan bolsa ibadet kabul olmaydı. Dua icabet olmaydı. Resulullah'ın ki yani bir hadisi vardı meşhur. Mesela bir adam kelip naytı uzun seferden herip kelgendek aşı çaşları çoğulup ketken, topu tuzan, şunda. Bunda qarasan nat iş çağır tutkan emdi. Hakkında aşında bir adam başka bir kimden bir hacet sosumu iş çağır binası bir tutkan şunda bir hacet. Allah Teala Erhamur Rahimin emdi. Hamdın bek rahim şefkatlik. Emdi aşında bir adamga Allah Teala iş çağır tutuşta bütün insanlardan emdi Allah Teala hamdın bek iş çağır tuttu. Şunda demek ki buruşun şiraydır tepilgan bir adam. Tepilgan adam o. Lekin şunda tepilgan bir adamın ki duası icabet etmez. O deydi ya Rabbim duayım icabet kıl deydi. Ma'akuluhu haram, meşrabuhu haram, melbesuhu haram. Anna yustajab lahu deydi. O munda Allah'tan dua kıldı. Allah şunda yalvarıp en biçare kıyafette işçi ağırtılışkı tigişlik şunda kıyafette şunda dua kıldı. Ama onunki kiyigini haramdan tutsa, yigini haramdan tutsa, içkini haramdan tutsa qanday icabet buldu deydi. İnekte. Yani bir hadiste Resulullah değil nime sahabelerden soraydı. Menil muflis deydi. Muflis degan quruq qo'l qolgan adam. Qanday adamni sizlar quruq qo'l qolgan adam deysizlar? Yani degandikin sahabeler hech qanday malla dirhamlahu va la dinar yani hech qanday puli yo'q, dirhami yo'q, dinari yo'q, pulisi yo'q. Hechimiz yo'q adamni bir quruq qo'l deymiz degandikin mening ummatimning qiyomat kuni quruq qolgan adamni men istig deb beraymi o adam ibadetlerini joyida qiladi, namoz o'qiydi, roza tutadi, haj qiladi, hammani qiladi, ibodatni joyida qiladi. Ammo birisining haqqini yegan bo'ldi, birisiga azar qilgan bo'ldi, birisiga ziyon yetkazgan bo'ldi, birisini urgan bo'ldi, birisiga tuhmat qilgan bo'ldi. Shunda ular qiyomat kuni ashu
qilgan o adamning qilgan amal ibodatlarini Allah Taala o zulmga uchragan adam tarafdan zulmga uchragan adamlarga ep berdi. Shu chaqda o adamninki savoblari tugab qolsa, o adamning gunohini anınğa atıdı, o dozaqqa taşındı anını bildi deb aytadigan bir xatarli ekan bu. Bunu da jiq misollarmi bor yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni bir qusqun ayt açandı öge kelsa bir tane xorma turutgan. Xormani qo'saq açdıqda darhol og'ziga soladi, og'ziga seplab bu endi bir sadiqa xorma bulab qolmag'idi deb o'ylab og'zini tükürib chiqirib surishti qiladi. Bu amaliyotda sadiqa xorma ekan. Bu nimishqa bunda bo'ldi desa payg'ambar oilasiga, Rasulullohning oilasiga nima sadaqa halol emas. Endi hadiya bo'lsa halol. Endi uning to'g'ri boshqa hadislar bor ayni. Shundoq sadaqani yemayotganligi shunga zakat berilmaydi ayni payg'ambarninki nima oilasiga. Shunga o'xshab chiqirib aytgan. Bir kuni navrisi İmam Hüseyin radhiyallohu anhu anda bir kishi shunday xomini akibdigan Rasululloh uni bir uning qarab bo'g'icha birini og'izga sevatdi. Uni sadaqa ekanligini Rasululloh biladi, ammo uni deb bo'g'icha og'izga sevatdi, u bola bilmaydi. İmam Hüseyin radhiyallohu anhu uni bilmaydi. Tag'anigan chiqa og'izingdan deb chiqirib, sen bilmamsan bizningki bu payg'ambar oilasiga sadaqa halol emas deb aytadi, chiqirib o'tdi og'zini. Demek halal bo'lmagan bir narsaning insonning jismiga chirib ketishining o'zi nurg'unligan talafotligini olib keladi. Hatto payg'ambarning bir hadisida haramdan uzuqlangan jismningki do'zax chiqadiganligi, jannatga kirmaydiganligi haqida hadislar bor. Yana bunda bir misolim bor. Nur Muhammad Talib degan kishiniki Muhabbat degan bir kitobi, vatanda nashr qilingan kitob. U hamda Sodiqova degan bir O'zbekistonlik Tursunay Sodiqova degan bir ayol bor. Yozuvchi 44-yil tug'ilgan ayol ekan. Hozir O'zbekiston televiziyasida endi ijtimoiy masalalar to'g'risida so'zlaydi, nurg'un asarlar bor, she'rlar bor, nimasi bor. Shu ayolninki gapini naql keltirib, kitob naql keltiribdi. Bir shaharning bir nayt taqvodor bir mo'tibar bir olim bor ekan. Bu olimning bolasi bir kuni qulg'ayda bir juvaldirizni elib bir masjidninki o'ynab masjidni tishib etibdi-da. Masjidni tishib atgandan keyin u masjidga kelib ulamoning uyga. Bu siz shunda bir yaxshi odam tursangiz, sizning bolangiz meningki masjidni tishib atdi degandan keyin u odam turib ketdi. Bu bolamizni biz bunda tarbiyalamagan edik. Qanday bo'lganda men to'lab beray deb uni to'lab berganda, to'lab berib keyin ayoliga kelib ayoliga aytgan. Biz shunda ahamiyat berib halal yuguzib, yaxshi tarbiyalab munda qilsak, bu balamiz qanday munda kishilik munda ziyon yetkazgan to bizda bir chatoq bor, bir nima degandan keyin ayol aytgan, "Hojam, siz nima akib bersangiz biz shuni yedik. Harom akaldingizmi, halal akaldingizmi, o'zingizdan so'rang uni. O'ziga akib berganingizni men tamom etib berdim. O'zingiz uning hisobini o'zingiz so'rang" aytgan. Shunda degandan keyin bir o'ylab uxlab qolgan, aytsa bu ayol Çocuklar erini qışkib, hayraz bir isim kelib qoldi. Mushu bolaga men eg'ir oyoq chig'imda meni qo'shnim bir me'morlarni o'zitishib deb chaqiribdi. Me'morlarga ayndag'iligi aplisini akeldi. Aplisini akibdi, men bu eg'ir oyoq bo'lgandan keyin sizga tatgan chig'imda aplisini nayt yegim keldi, ammo u yangi xo'sh etmadi. Xo'sh etmagandan keyin yemay o'tirdim, shuni me'mor uzatdi. Uzatqich kitibdi, men yolg'iz qoldim. Shuning bilan hamda nafsimga chidamay, yana bir tarafdan hamda haliqimda eg'ir oyoq chog'da yigishkagan yemisa balag'iz yomg'ilta aytgan bir gap bor ekan, buni haqiqati bormi yo'qmi? Shuning bilan bir yog'liqimni nima qilgan yengnivatdi, shu yengni tiqib turib, shuningdan bir yutum ichib olgandim degandan o'liman aytgan. Ha, shu chaqdagi shu yengni balangizning qo'lda hozir juvaldirib ulabdi. Endi uningdan cho'ngrog'ini qilsa nima kunlarni ko'rsatdi bu bola deb aytadibdi endi. Bu misol endi qanchalik nimasi bor. Endi bu yerda halol harom masalasi to'g'risida yana Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu Rasulullohning qishga kelib Rasululloh deydi: "Ya Rasululloh, menga bir duo qilsam, mening duoyim ijobat o'tgan bir odam bo'lsam, qanday chaqda Allohga duo qilsam, duoyim ijobat o'tgan bo'lsam." Deganda Rasululloh ba'zi sahobalarga bunda xos duo qildi. Masalan, Ibn Abbas radhiyallohu anhuga Allah sizga tafsir ilmida alim qilsin deganlik masalan. Ya'ni bizga balangiz jiq olsun, pul bilan jiq olsun deydi. Ammo kishimiz shunda deb Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu deb so'raydi. So'g'an ekan bir jumla so'z bilan deydi. Haloldan yegan duoying ijobat bo'ldi.
Başqa emas. Şunda deganki şunun quluqida naati çiң tututdi hamda. Şunçilak naati pek ilg'ab şunda halal yeydi hamda. Endi mushunda halal yeginning natijasini ko'rdi. Qanday natijasini ko'rdi? Uni Umar roziyallohu anhuning zamonida uni Iroqqa vali qilib avatgan Said ibn Abi Waqqas roziyallohu anhuning noit parhezkor, shunda halal niyat adamkan. Iroqqa avatgandan keyin Iroqda vali bo'lib tug'anda, Iroqdagi ba'zi bir odamlarni ko'rolmaymi insonlarning ichida Umar roziyallohu xat yozgan shikoyat qildi. Bu chatoq buning da bunda yaxshi bizga yaxshi bosh qilmayotdi degandan Ali Umar roziyallohu anhu maxsus o tekshir etgan bir hay'at evatgan. O hay'at bütün mashlarga berib, Said qanday odam dedi, hammasi noit yaxshi, shunda parhezkor, shunda adolatli, shunda yaxshi vali bu deb so'zlaydi. Bir mashga kelsa, bir odam o'rnidan turib, bu cihatdan qaçıdı, g'animatlarni adolat taqsim qilmaydi, hukm qilg'ili bo'lsak adolat bilan hukm qilmaydi degandan bu Said ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu hayron qilib Alloh taolo ashyoda duo qilib, ey Alloh, mushu bandan riyo qilish uchun menga yolg'on aytmaydi, tuhmat qilgan bo'lsa agar buning umrini uzun qilgin va xar qilgin deb ayda duo qilganda duo qilgandan shunda deb ketgan u odam oxirida shunda bir noit bir faqirlikqa qolgan ayndag'iligi yo'ldan bekimni o'sib bekimniga ayndag'iligi o'zining hurmatini tushirib ayndaq chaqchaq qilayotgan kichik vallar uni ko'z kelmay uni ayndaq xarlayotgan ayndaqlab kirpiki shu ko'zning o'yinda tushib qolib qolgan shuning bilan u odam men shu deyotgan men shu Saidninki badduosiga ketib qoldim deyotganda Said ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu halol eganlik uchun Allah duası icabet kişi bo'lganlik uchun 5 kun kelgan muhim vaqtda Alloh taolo duo qilganda Alloh taolo uning duosini rasmiy ijobat qilgan. Demak, mushu dunyoda foydasi bo'lgan uning oxiratda qanchalik jiq foydasi bo'lganligini deyish ketmaydi hamda u rostchilikning hamda. Shu hamda. Yani bu ulug' to'nga ulug' nomga ega bo'lish emas, duo ijobat bo'lishing sharti. Halol neyse. Halol neyse. Oddiy bir fuqaro bo'lsa, uning duosida hech o'laydi. Shuning bilan qanday bir odam ham Rasululloh Said ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu deganni butun ummatiga degan gap yani. Qanday bo'lsa, halol insan duayın icabet buldu. Oldu şu. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar. Darsimizin bir ahirlashtiramiz. Diqqat e'tiboringizni berganligingiz uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlarda qaytib uchirish umidi bilan har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.